Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Hammanglar sog' salomatmisizlar? Dehqonchiliginglar yaxshimi? Yana o'sha qarovsiz qolgan Makka degan video oluvdik. Shu Makkamizni chopoqdan keyingi holatini qo'yuvdik. Qo'shnimizni Makkasi. Hozir mana uje antena chiqarib, ya'ni bizda Toshkentda antena deyiladi, bir xil joyda gul deyiladi, bir xil joyda bosh deyiladi. Mana shu narsa. Bu changlatadigan narsasi. Antena chiqarib, sota chiqarish boshlabdi. Makkamiz har xil rivojlangan. Bitta past joylari ko'p, bitta baland joyi bor, bitta yana past joyi bor, har xil bo'lib yotibdi. O'zi amerikanskiy urug' ekkanlar, ya'ni 832 megaton amerikanskiy urug' ekkanlar biladi. Makkani bo'yi bir xil o'sadi. Sal uncha qaramasangiz ham bir xil o'sadi. Bu juda qarovdan qolib ketgan Makka. Shunda ham xudo xolasa mana chiqaryapti hosillar. Bu Makkamiz yana minus tomoni mana bachka bosib yotibdi bu. Hozirda ko'rsatib o'taman. Tak, mana tomiridan chiqargani bachka deyiladi bir. Mana 2, mana 3. 3 ta bachka chiqargan. Mana o'rtasidan chiqarganlari mana bular. Bular sota deyiladi. Mana bu sota bu. 3 ta sota chiqargani bilan uchalasi rivojlanmaydi. Kuchi bittasiga yo 1,5 ta, 1,5 ta degan bitta kichkina, bitta katta bo'ladi yoki ikkita katta bo'ladi, zo'r bo'lsa. Hali shuncha yil ekibman. Ikkita katta olganlari kam ko'rdim. Asosan bitta katta, bitta kichkina bo'ladi. Yaxshi qaralmasa bitta dona bo'ladi, yo katta yo kichkina bo'ladi, qaralishiga qarab bitta dona. Hammasi qarashga qarab bo'ladi. O'sha ikkita olganlarni ko'rganman, yaxshi. O'zi aslovnoy bitta beradi bu. Yaxshi qaralsa ikkita beradi. Shu bachkalarni olib tashlash kerak edi. Bu Makkani kuchini olib yotadi. Iloji boricha mana bu antena chiqarishidan oldin olib tashlash kerak buni. Antena chiqargandan keyin ozgina stressga tushadi deydi Makkani. Lekin biz antena chiqarganda ham olib tashlaganmiz. Yaxshi bo'lgan hosil. Xudoga shukr, yaxshi hosil olganmiz. Hali ham kecha emas, olib tashlasa bo'laveradi. Keyin buni o'sha chanqatib qo'yishgan, o'sha qarovsiz qolib ketgan. Minus tomoni, endi buni xudo xolasa yarimidan hosil yaxshi beradi, yarim mayda bersa kerak. Ya'ni Alloh biladi. Makka ekayotganlar bo'lsa, yerni aldamanglar. Yerni aldagan odam o'zini aldagan bo'ladi. Bo'laveradi deb qarovsiz qoldirmanglar. Qarash kerak. Ekkandan keyin qarash kerak. Agarja endi boshlayotganlar bo'lsa, kanalimizda 33 dan 34 ta qismli Makkani qarash, ekishdan to sotib tugatguncha qo'yganmiz. Shundan ko'rib qarasanglar ham bo'ladi. Xo'sh, bu Makkamizni endi sizlarga xudo xolasa keyingi safar hosilini yig'ayotganda ko'rsatamiz. Bu qo'shnimizning Makkasi edi. Xo'sh, hosilini yig'ib qanaqa hosil beryapti, mayda, yirik, narxlar necha pul sotilyapti, hammasini ko'rsatib o'tamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, dehqonchiliginglarga baraka bersin, sog' salomat bo'linglar.